Munisa Rizayevaga atalgan minglab lolalar. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mashhur xonanda Munisa Rizayeva uchun maxsus tayyorlangan minglab lolalar uning kayfiyatini ko'tardi. U sovg'a qilingan gullarni ko'rib hayratini yashira olmadi va bu haqda o'z hissiyotlarini bildirib o'tdi. Lola gullari bilan bezatilgan hashamatli xonada Munisa Rizayeva ko'zlarini yoritib, hayrat va xursandchilik bilan gullarga nazar tashladi. Uning yuzida tabassum paydo bo'lib, xursandchilik bilan qo'llarini bir-biriga urib, "Bu ajoyib sovg'a men uchun", deb minnatdorchilik bildirdi. "Vau, men xafa bo'lib, Andijondan kelib, hech narsa menga podarka qilmadilar, meni tabriklamadilar deb o'tiribman, xo'jayinim. Rahmat jonim", deya Munisa samimiy minnatdorchilik bildirdi. Bu lolalar esa 8-mart bayramiga Munisaga kelgan gullar edi. Rasmlarda uning yuz ifodalarida shodlik va hayratni ko'rish mumkin. U hatto hayajon bilan gullarni tomosha qilib, ularning chiroyidan bahra oldi. Ko'rinishdagi shinam va nafis muhit gullarning jozibasini yanada oshirgan. Shu tariqa Munisa Rizayeva o'z muxlislari bilan ushbu xush kayfiyat onlarini baham ko'rishga qaror qildi. Uning ushbu sovg'adan quvonchga to'lganini barcha ko'rishi mumkin. Bu nafaqat unga, balki uning muxlislariga ham iliq tuyg'ular ulashgani aniq.